Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Lider Line. Voy zombi. Unda nima emasdim. Zombi qilib qoldi bolalar. O'tgangi video esingizdami? Shu yerda edim. O'zi bir sekund emas endi. 1 minut ham o'tmadi endi. Boshlavordim indamay. Lekin bu video baribir kechroq chiqyapti. O'zi 1 minut ham o'tmadi. Sizlarga kechroq ko'rayotganda. To'g'risi hozir gapirib keyin hozir chiqarib oladigan anomam bor. Yana bilmadim. Balki tez chiqar, balki sekin chiqar. Tez chiqdimi, sekin chiqdimi? Bilmayman. O'z boyagi videoga nom qo'ymadim. Shunda 12-dekabr kuni kechqurunroq chiqqanda soat nechiroq bilmadim. 18 nechida 8:06 bular 18 va 29 mi shunday. Mayli bolalar, videoni boshlash kerak. Zombi. Bolalar o'tgan videoda ular bot ekan. Aldamchi ekan, bochaga turib siqilish kerak. Mayli, bochaga turib siqilishdan ma'no yo'q. Qarang. Mana yo'toq 3 ta jon kerak bilasizlar. Nechta bu? Mana bu yerda ekan bitta jon bor. Bitta qo'yni jonimni xotirga qo'yib o'ldirib kelyapman. Mana reklama yo'qolsa bo'lmayman. O'xshaymi shuni endi? Yo'qolamakan. Bosildi. Tezda. Internet o'chirib tashlaymiz. O'chirildimi? Ha, o'chirildi. Yo'qolamiz bu yerda. Izdivoscha qilish. Izdivoscha qilyapti. Qochaymi feeling. Aniq izdivoscha qilyapti bular. Telefon qisib ketibdi-yu. Bular lekin o'zi ham tunchakka nima shardagi tuproq. Avaylar zombilar. Sizlarga anavi nima chiqyapti? Mana shu bo'lsa kerak. Bu ham bo'lsa kerak. Qo'tyapti shu ekan. Takina bu yapıştığında şimdi nasıl aytyapti. Shamollar mamlakati degan kinoni ko'rmoqchiman. Ko'raman, Shamollar mamlakati yoqadi menga. Kim ko'radi? Shamollar mamlakati. Yomon yoqadi. Ha. Ustimdan kulyapti bular aniq. Bor. Aniq degan-ku. Men qayoqda deb qo'rqdim. Ketdimi o'ldirib tashlay.
Bunaqasi bilan ajrashyapmiz. Nima? Tushunmadim qanaqasiga? Shunaqasiga. Ya Xudoyim. Qayerda edim endi? Bo'ldi. Ana-yu. Voy. Qo'rqib ketgandim. Ana ekan. Vah, o'n ikkita jun quyi chiqqandi-ya. O'ldirsam bo'larkan. O'toq yasalardim. Siz? Qayerda? Biz gaplashishimiz kerak. Boshqasiga ishonmayman qizim. Urushib qolganingiz emas. Birinchi marta urushyapsizlarmi? O'piradigan qolasiz. Bu oxirgisi. Qarasam. Hech nima o'xshamadi. Nimani uddalayolmadinglar, ha? Shu paytgacha qancha qiyinchiliklarni birga yengib o'tdingiz? To'g'risini ayting, asliga biror yomon gap aytdingizmi? Yigit. Aslini yonida bo'lishimni o'zi uning hayotini barbod qiladi. Men sekinasida o'ldirib boryapman, tushunyapsanmi? U haq. Hayotida sodir bo'layotgan barcha baxtsizliklarga men aybdorman. Uni orzularini o'zim barbod qilyapman. Bu holda shunday qilingki, endi u tirilsin. Bu qo'lingizdan keladi. Bu faqat meni qo'limda deb o'ylaysanmi? Faqat menga bog'liq. Bunday qilolmayman. Bo'ldi. Bu faqat menga bog'liq emas. Aka, yuring, ko'chaga chiqamiz. Yuring, ketdik. Havo almashtiramiz. Shart emas. Men bilan yana birga bo'lsin. Ha? Men bilan qolasanmi? Dunyodagi eng yoqimli hid bu. To'g'rimi, men afsana? Ha. Qarashini. Judayam yoqimli. Mayli, ola qol. Men esa dorilarimni ichib olay. Mayli. Bo'lasa qasmi voyay. Bekda videolar chiqyapti. Menimcha o'zi video chiqarmay ham qo'ygandim. Chiqaray dedim-da. Kanalni tark etib qolmang, qo'pmang. Chiqaraveraman men. Taslim bo'lmayman hech qachon. Ayni cho'chqalar. Bittagina qo'y topilmay qishloq topiladi. Aytgancha, bizga Temurjonning, ya'ni Umrbosar kompotning uyiga. O'zi kompotning uyi mana shu Minecraftda kompotda uyidan boshqa tirik uy narsa chiqmaydi. Kompotning bir narsa chiqadi. Bor ekan. Voy! Keyin baqirib ketdi-yu. Mash kerak edi. Ot chiqsa,
ot. Ot chiqsa endi nima qila olaman nimaydi. Bit ot chiqib qolsa edi, ot. Minib yuraveray. Ot. Balandlik ekan. Zitilar bo'yiga qaytib kirar ekan, Mayli bu qishloqda qiladigan ishi nima bu? Chunki ular haqiqat bo'lgan. Xo'sh, siz nima qilgansiz? Ajrashishga jur'ati yetmayotgan bo'lsa, o'zim taklif qilib qo'ya qolay degansiz-a? Aytgan bu qishloqda zitilar yo'q. Nimaga? Qo'y bor. Qo'y. Bitta qo'y. Sen qo'ysan, seni o'ldiraman. Tamom, go'shayman. Voy biri, videoni tugatamiz bolalar. Sizlar bilan lider online bo'ldi. Tugadi.